2023-yilning 18-dekabr kuni jinoyat ishlari bo'yicha Bo'stonliq tuman sudi tomonidan 1988-yilda tug'ilgan fuqaro transport vositasini mast holda boshqarganligi sababli avtomashina boshqarish huquqidan 1 yil 6 oy muddatga mahrum qilingan edi. Haydovchi transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum qilinganligiga qaramasdan 2025-yilning 20-fevral kuniga qadar 4 marotaba avtomobil boshqarganligi uchun har biriga bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobarida jarima jazolari tayinlangan. Xabaringiz bor, 2025-yilning 20-fevral kunidan boshlab avtomobil yo'llarida sodir etilgan ayrim huquqbuzarliklar uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Haydovchi qonunlarga amal qilmay bir necha bor ogohlantirilishiga qaramasdan joriy yilning 25-fevral kuni Chirchiq shahrida Damas rusumli transport vositasini boshqarganligi yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan aniqlanadi. Avtomashina jarima maydoniga joylashtirilib, haydovchiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga ko'ra bazaviy hisoblash miqdorining 50 barobarida jarima jazosi tayinlandi. Shundan so'ng haydovchi qilgan qoidabuzarligi bo'yicha mahallada muhokama qilindi. Avtomobil boshqarmaslik bo'yicha tilxatlar olinganiga qaramay, haydovchi joriy yilning 18-aprel kuni Chirchiq shahrida Damas rusumli transport vositasini yana boshqarganligi yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan fosh etildi. 2023-yil mast holatda meni GAI xodimlari to'xtatib, pravni tushunmagan. Fevral oyida bir marta tushdim, aprel oyida yana bir marta tushdim. Hozir menga jinoiy ish ochilgan. Yuqoridagi holat bo'yicha to'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun Chirchiq shahar Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limiga yuborildi. Sud organlari tomonidan avtotransport vositasini mastlik holatida boshqarganligi sababli transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yil 6 oy muddatga mahrum etilgan. Shunga qaramasdan 2025-yilning 25-fevral kuni hamda 18-aprel kuni transport vositasini boshqarish huquqidan mahrum etilganiga qaramasdan transport vositasini takroran boshqargan. Shu sababli fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 261-2 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Unutmaylik, sodir etilgan huquqbuzarlik uchun jazo muqarrar. Endi haydovchi qonun oldida javob beradi.